Bayramlar muborak bo'lsin deymiz, albatta. Qo'llaringlar bo'sh bo'lsa, mana shu go'zal yoshlarimiz uchun guldiroz qasinglarni ayamasanglar nima dedinglar? Kayfiyatlar yaxshimi? Zerikib qolmadinglarmi? Tashakkur. Umid qilamizki, bugun mehmonlarimiz nafaqat qarsaklar bobida, balki o'yin kulgi, raqslar masalasida ham mana shunday faollik ko'rsatishadi. Zero bugun shunchaki odatiy to'y oqshomi emas. Kelin va kuyovlarimizga hayotlaridagi eng unutilmas oqshomni hadya etishda beqiyos hissangizni qo'shishingizdan umidvormiz. Demak, hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi tantanali kechamizni badiiy dasturiga murojaat etish arafasidamiz va mana shu oqshomning ilk daqiqalardan to so'nggi lahzalargacha siz aziz mehmonlarimizga eng a'lo kayfiyatni va'da qilayotgan ijodkorlarni, yaxshi kayfiyat elchilari, London Band vakillarini badiiy sahnaga chorlagan holda barchangizga maroqli hordiq onlarini sog'inamiz. Nafaqat kelin va kuyovlarimizga, balki yurtimizning obro'li e'tibor